Amir avtosavdoda sizlar uchun yana bir arzon narxga Lacetti Gentra qilingan variant akalar. 2009-yil 480 ming kilometr masofani bosib o'tgan 3-pesi avtomat korobkasi bo'ladi. Okamiz o'zlari uchun Gentra qilgan ekanlar. But-butun mashina amerikankalar qo'yilgan, Gentra diski yumshoq bo'loqlargacha ham qo'yilgan. Okalar luklargacha ham ishlab turibdi. Salon holatini ko'rishingiz mumkin. Salonda ham yaxshi holat turibdi mashinaga. Yaxshi chexol ko'li solingan, 906 megahertz avtomat korobka, video registrator, Malibu 1 rol, yaxshi paneldan monitorlargacha ham qo'yilgan. Bu tomonda kraskasi orqa bagaj bilan krilosda. Old 3 ta detalli yangi qo'yilgan, qolgan joylar top-toza, o'zingiz uchun bir qator tekshirtirib, priyerga qildirib olasizlar. Chiroyli nomerlar bilan generaldan sizlarga ham chiqadi. Egalarining o'zida sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Narxini okamiz bilan to'g'ri bo'ladi, narx deyaptilar. Okamizga pul so'rashni zo'rlagan. $5700 bu xolan. $5700 ga 2009-yil 480 ming probegt yurgan 3-pesi avtomat korobka Lacetti Gentra qilingan variant. Egalar nomerlarini qoldiraman, telefon qilib barik qilishim mumkin.